Do'razaxonaga o'zlari chirog'i montaj qilib mana. O'zingizlar qo'ydinglar bularni ham. Ha, o'zimiz qo'yganmiz, ustoliklar hammasini noldan o'zimiz tizdik. Orqasiga mana bunday sveta muzikalik chiroqlar o'rnatilarkan. Endi chizishi yoki mana splashni tekis bo'lishi hammi? Endi chizishi bo'lsa boshqadagi uriladi. Endi hozir glavniy mashishlar bo'lib qoldi-yu, chizishlar modadan chiqib qoldi. Quyoshda tovlanishini ko'ryapsizlar. Endi yomg'irda, boshqada hech narsa bo'lmaydi bu. Sababi lak berilgandan keyin har xil misol suvlarni ham devor o'ziga olmaydi. Shu qilingandan keyin kafelni kley, xo'p, kafelni kleydan keyin o'zini fonti, ikki sloy. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa biz yana bir chiroyli obyektdamiz. Bugungi obyektimizdagi ishlar xudo xolasa travertin, kafelni ishlar, Euro remont ishlari xudo xolasa. Mana shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Narxlari nech pul bo'lyapti, qancha mablag' sarflandi va necha kunda bo'ldi, shular haqida video davomida ma'lumot berib o'tamiz. Agarda kanalimizga yangi bo'lsanglar, albatta biz kanalga obuna bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasam biz ustagamiz bilan birgalikda sekin boshlaymiz. Bu obyektni hozir topshirish arafasida, bugun xudo xolasa ishlari tugaydi ekan. Burchchatka ishlari qolibdi. O'rtasida marmarlarni solib qo'ysa, granitlarni solib qo'ysa bo'ldi ekan. Ustagamiz Jahongir aka kameraning orqasida gapiradi, sababi ozgina hijolat bo'lyapti. Qani Jahongir aka, bo'lmasam bu obyektimiz Izboskan tumani Paytix shahrida mana shu holatga keltirildi. Ranglari oq tarzda va chiroyli qilib bunday qilib gullar solib devorga chiroq qilib dizayn holatiga keltirildi. Va albatta eshik derazalarga atkoslar chiqarib mana bunday tiyagalar bilan chiroyli qilib go'zal holatga keltirildi. Xo'p, bo'lmasam Jahongir aka bir qator ma'lumot berib o'tamiz. Mana shu holatga kelguncha 7 ta uslubdan o'tibdi. Ya'ni 7 ta harakatdan, 7 slow ish bo'ldi. Endi buni qanday davor qilinadi? Misol hozir oddiy devor holatda edi. Mayak tikildi, shuvoq qilindi. Travertinni oldirog'iga boramiz. Xo'p, mayak tikkandan keyin bu yerga shuvoq qilindi. Shuvoq qilingandan keyin kafelni kley, xo'p, kafelni kleydan keyin o'zini fonti, ikki sloy. Ikki sloy laki bilan keyin travertinni o'zi shu holatga kelguncha demak 7 sloydan o'tdi. Ya'ni 7 ta harakatdan mana shu holatga chiroyli harakatga keldi va yuvilib tushib ketaveradi. Endi ko'p videolarda ko'ryapmiz, loy chaplab, mana qilib karchilar urib ko'rishyapti, lekin biz buni qilmaymiz. Sababi u holatda ham bemalol sinovdan o'tgan. Shuning uchun biz bu holatni qilmadik, takrorlamadik. Xo'p, ichlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Endi hozir usta akalarimiz ko'pchilikka qiziqdi. Narxlar necha puldan bo'ldi? Общий shunday договоры. Misol, shu 7 sloy. Travertin 60 mingdan bitadi. Travertin kvadrati 60 mingdan. Endi chizishi yoki mana shunday splashni tekis bo'lishi hammi? Endi chizishi bo'lsa boshqadagi uriladi. Endi hozir glavniy mashishlar bo'lib qoldi-yu, chizishlar modadan chiqib qoldi. Demak, tiyagalar отдельный bo'ladi. Shu travertinni o'zi kafelnikilardan boshlab bu yog'i 5 ta 6 ta etap bitishi 60 ming. 60 ming so'mdan demak kvadrati, kafelnikiligi, laki, travertini, 2 sloy fondi hamma yo'g'i, ichida. Lekin mana tiyagalar отдельный договор qilinadi. Xo'p, bir qator ichlarini ham ko'rsatamiz bo'lmasam, Endi hozir travertin 1 kvadratiga endi bitta paqirdaysi. Necha kvadrat ketyapti, Jahongir aka? 10 kvadrat ketadi. 10 kvadrat. Lekin o'zingiz ishlatishingizga bog'liq. Ichlari, xudo xolasa. Uy dizayni ham juda chiroyli tarzda qilindi, xudo xolasa. Mana bu chiroyli. Xo'p, endi bularni отдельный o'rnatiladi. Narxi ham отдельный bo'ladi. Xo'p, bularni o'rnatib berish necha puldan bo'lyapti? Sababi uy qilaman degan odamlarga biz ma'lumot berib o'tib ketsak. Masalan, mash arkasi bilan bu pati. Mana arka. Patlari. Ularni 400 ming hisoblanadi. 400 ming so'mga mana bitishi, chiroyli bo'ladi. Dekoratsiya ichi bitishi. Bo'ldi. Faqat sizlar Euro remont qilasizlar, tunika fonlar, Tunika fon отдельный. Tunika fon ham burchatga Euro remont o'zimizniki. Bo'ldi. Полный отдельный. Обоy hamma yo'q ketaveradi. Bo'ldi. Xo'p, bir qator ko'rsatamiz sizlarga. Bu ichki tomoni. Ichki tomondan mana
Atkoslar chiqib, chiroyli holatga keltirildi. Xudo xolasa. Keyin mana har bitta derazalar oralig'iga chiroyli qilib montaj qilib, demak, sveta lampochkalarimiz juda chiroyli tarzda o'rnatilgan. Xo'p, endi общий kvadratimiz 250 kvadratni tashkil qilyapti. Endi plus minus endi 3-4 kvadrat bu shunaqa. 250 kvadratga boribdi. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Endi buning ichida nimalar bor deganlarga, bu granit yopishtirildi. Sokil avvalo shuvaldi mayakka, chiroyli uruvinda. Hop, devorlarga mayak tikilib, shuvalib, ustida mana shu holatga keltirildi, xudo xolasa. Ko'ryapsizlar. Agarda sizlarga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga yoki bo'lmasam kommentariyaga, ya'ni izohlarga yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Usta Jahongir akamiz, ukasi men Islombek. Islombek burchatkani qattiq olyapti. O'zi burchatka ham bosaveramiz deyapti. Inshaalloh, xudo xolasa mana o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Burchatkani marmarlari qoldi, o'rtasida granitlar deb qo'yadi. Shularni qo'ysa bo'ldi. Burchatkamiz nech puldan bosilyapti? 45 ming so'm kvadrati. Joydan, haligi ob'yomdan kelib chiqib turib, plus minus bo'laveradi. Muammo yo'q, a? Xudo xolasa. Tasviyasiga bog'liq. Ha. Ko'riladi. Qancha ko'p yeyiladigan bo'lsa, ustiga yana qo'shilib qoladi. shularga qarab ish qilinaveradi. Bu burchatkamiz nech kvadrat ketdi endi? 180. 180. O'zi mana shu burchatkan sotilishi narxi nech pul o'zi? 65 ga granitligi. 65 granitligi. Prostoy bo'lsa 55 bu bitadi. 55 bu bitadi. Granit, ya'ni 10 mingdan qochmasdan granit qildirib qo'ygan yaxshikan, chiroyli Endi bu bo'ladi. hozir kecha Alloh chatali sababli mana nimalar ancha kачествоsi loyiq bo'ldi-da. Atay bitgandan keyin granit o'zini holatiga kelgandan keyin o'ta Go'zal bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, endi mana sokullarimiz, buni kafel deb qo'yamizmi yoki granitmi bu ham? Granit O'zbekiston ekan. Sokol 60 ga 120 ligi, ya'ni uzunligi 60, eniga yo'q, eniga 60, uzunligiga 120 tashkil qiladi. Xo'p, granitlarimiz nech puldan yopishtirib berildi endi? Beklar 110 ming yopishtirildi. Granit o'zi. Granit o'zi 110 ming so'mdan yopishtirib berilibdi. Kafeni kilidi o'ziga yopishtiriladi. Endi bu tagini o'zimiz nolga chiqarib olganmiz, padni to'g'ri qilib. Ha. Ashuni hisobiga kilidi ham asosiy ozroq bo'lgan. Ha, kilidi ozroq. Shu padni bo'lmagan bo'lsa, endi holat boshqacharoq bo'ladi. Demak, mayakka chiqarib olsa, kafel yopishtirish demak osonroq bo'ladi, ha? O'zi yo'llaveradi. Mana ko'ryapsizlar. Xudo xolasa aylanpasiga mana chiroyli qilib, bu devorlarda ham mana travertindan foydalanibdi. Endi tepasiga shapkasi qolibdi. Ha, jicha cholasi bor. Tunikasi. Chiroyli qilib qo'ylar ekan. Ko'ryapsizlar do'stlar, agarda xo'p, har xil fasondagi, misol, ob'yomga qarab narx-navo kelishinaveradi. Hozir bu yerda travertin oq rangdan tanlanibdi. Oq rang baribir qandaydir ko'zga yoqimli ham chiroyli bo'ladi. Xo'p, bu tarafda darvozaxona ikkita ekan, bu tarafdan kirish va o'ng tarafda ham kirish yo'li bor ekan. Bu yerga ham darvozaxonaga chiroyli qilib montaj qo'yilibdi. Bu tarafda o'zi yopishtirilibdi, sveta muzikasi yo'q ekan patimizda. Prostoy holat ishlangan. Endi xudo xolasa mana ko'ryapsizlar. Sizlarga mana shunday yer remont xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi burchatkamiz asosan hozir metapsoda o'ziga, ha? O'ziga bosilibdi, suxoyga. Rastvorga bosmaysizlar-a? Yo'q. Faqat mana shunday holatda. Rastvor bir marta qo'yib yuborgandan keyin laqillab olib juda ko'p pand beradi. O'ynab qoladi, deng. Og'ir yuk kirganda, deng. Bo'ldi. Xo'p, akalar, agarda videolarim sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.